Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 20-darsini o'qiymiz. Biz darsimizni boshlashdan ilgari arab tili grammatikasining umumiy xaritasini bugun o'qimoqchi bo'lgan yergachilik qisqacha eslab o'tamiz. Endi bunday qilgan vaqtimizda o'zimiz grammatikaning qayerga kelganligimizni bila olamiz. Ya'ni arab tili grammatikasini qalbimizga sig'dira olamiz. Endi arab tili grammatikasi, ya'ni an-nahvu, grammatika ikki narsa ustida so'zlaydi. Ya'ni kalima va kalam, so'z va jumla ustida so'zlaydi. Undan keyin bu kalima, ya'ni so'z, ism, fi'il, harfdan iborat uchga bo'linadi. Ya'ni arab tilidagi so'z ya ism bo'ladi, yoki fi'il bo'ladi, yoki harf bo'ladi. Undan keyin ism cho'ng jihatdan mabni ism, ya'ni o'zgarmas, qatqan ism va mu'rab ism, ya'ni o'zgarishni qabul qiladigan ism deb ikki turga bo'linadi. Biz mabni ismlar bilan tanishib bo'ldik, undan keyin mu'rab ismlar bilan tanishdik. Ya'ni biz mu'rab ismlarni pashlik ism, zavarlik ism va zirlik ism deb uch turga bo'lib tafsiliy tanishib chiqdik. Endi biz bugun bu mu'rab ismga tava bo'lgan, ya'ni ergashuvchi ismlar bilan tanishib chiqamiz. Buni arab tilida at-tawabi' deb ataymiz. Ya'ni ergashuvchilar. Endi ergashuvchi ism degan qanday ism deganda, buning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi ergashuvchi ism deganimiz ismun yu'rabu tab'an li'irabi ma qablahu. Bu ismun bir ism i'rab beriladi ergashgan holda ilgirski narsaning i'robiga. Ya'ni ilgiristiki narsaning i'robiga ergashgan holda i'rob beriladigan ism. Demakchi bo'lgani tabi deganimiz ilgiristiki ism nima o'qilgan bo'lsa shu o'qiladigan. Ya'ni ilgiristiki ism pash o'qilgan bo'lsa pash o'qiladigan, ilgiristiki ism zivar o'qilgan bo'lsa zivar o'qiladigan, agar ilgiristiki ism zir o'qilgan bo'lsa zir o'qiladigan, ya'ni ilgiristiki ismga i'robda ergashadigan ismni biz at-tawabi' ergashuvchi ismlar deb ataymiz. Endi bu ergashuvchi ismlar qaysi deganda, birinchidan bu ergashuvchi ismlar na't, sifat. Ya'ni sifat o'zining ilgari kelgan sifatlanguvchiga ergashadi. Ikkinchisi tavkid, ya'ni ta'kidlab kelgan so'z, ta'kidlangan so'zga ergashadi. Uchinchisi badal ilingan so'zga ergashadi. To'rtinchisi atfu bayan ilgiristligiga ergashadi. Beshinchidan al-atfu bil huruf, bu ilgiristligiga i'rob jihatda ergashadi. Mana bu arab tilidagi tavabi'lar, ya'ni ilgiristligiga i'rob jihatda ergashadigan ismlar. Endi biz bu tavabi'larning har biri bilan tafsiliy tanishib chiqamiz. Oldi bilan biz an-na't bilan tanishib chiqamiz. An-na't deganimiz Uyg'ur tilimizdagi sifat. Sifat. Bu xuddi Uyg'ur tilimizga o'xshash ma'lum bir ismni, ma'lum bir kishini qanday qildi sifatlab keladi. Masalan, olim kishi, chiroyli qalam deganga o'xshagan. Buni ayt oddiy. Endi buning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi an-na't, sifat tabi'un yadullu ala ma'nan fi matbu'ihi. O'zining matbu'idagi, ya'ni ergishib kelgan so'zidagi ma'noga dalolat qiladigan tabi. Birinchidan bu nima ekan? Tabi qo'shimchasi. Ya'ni ergashuvchi qo'shimcha. Bu ergashuvchi qo'shimcha matbu'atga, ya'ni ergishib kelgan so'zdagi bir ma'noga qanday qildi dalolat qiladi. Masalan, ja'ani rajulun alimun. Menga olim kishi keldi desam, bu jumlada menga olim kishi keldi. Demak, bu yerdagi kishi degan so'zni olim deb qanday qildim? Sifatladim. Alimun degan bu so'z, rajulun degan bu ergishib kelgan matbu'dagi bir olimlikdan iborat bir ma'noga qanday qildi? Dalolat qildi. Demak, unda o'z olimning bo'ldi ekan, bu yerda sifat bo'ladi ekan deymiz. Chunki olim rajulni qanday qildi? Sifatladi. Endi diqqat. Bu yerdagi olim degan so'z rajulun degan so'zning o'zini sifatladi. Ya'ni
rajulun degan bu matbu agishib kelgan so'zning o'zidagi olimlikdan iborat bir ma'noga dalolat qildi. Mana biz buni nima deb ataymiz? An-na'tul haqiqiy deb ataymiz. Haqiqiy sifat deb ataymiz. Qanday o'z haqiqiy sifat deb ataymiz? Sifat man'utki, matbu'tki, ya'ni agishib kelgan so'zdagi ma'noga dalolat qilsa. Demak, bu yerda buni na'tul haqiqiy deb atishimizda, ya'ni boshqa xil bir xil na'timi bor. Boshqa xil bir sifatmi bor. Uni hozir so'zlaymiz. Endi yuqoridagi ta'rif qaytimiz, yuqoridagi tunishtirish qaytimiz. Biz na'tul haqiqiyni deb tushuntirdik. Matbu'tki, ya'ni agishib kelgan so'zdagi ma'noga dalolat qilgan tabi'ni biz dedik na'tul haqiqiy dedik. Aw mutaalliq fi matbu'ihi. Endi biz buni fi'ning keyini qo'yamiz. Tabi'un yadullu ala ma'nan fi mutaalliq matbu'ihi. Matbu'ning, ya'ni agishib kelgan so'zning aloqador bo'lgan bir so'zdagi ma'noga dalolat qiladigan tabi. Demak, sifatning ikki xil tunishtirilishi bor. Ikkilisining o'ziga tushliq nimasi bor? Xususiyat qoidalari bor. Ikkilisining ayrim ismi bor. Ya'ni birinchisi, agar sifat o'zi agishib kelgan ismdagi bir ma'noga dalolat qilsa, bu qanday sifat bo'ladi? Na'tul haqiqiy bo'ldi. Öz agishib kelgan so'zning o'zidagi ma'noga emas, o'zi agishib kelgan so'zga aloqador bo'lgan bir so'zdagi ma'noga dalolat qilsa, buni biz nima deb ataymiz? Hozir deymiz. Ya'ni aw mutaalliq matbu'ihi deganimiz matbu'i, ya'ni agishib kelgan so'zning aloqador bir so'zga, ya'ni aloqador bo'lgan bir so'zdagi bir ma'noga dalolat qilsa, bu nima bo'ldi? Na't bo'ldi. Lekin bu qanday na't deb ataladi? Masalan, Ja'ani rajulun alimun abuhu. Bu jumlaning tarjimasi bunday. Keldi menga rajulun alimun abuhu. Uning dadisi olim adam keldi. Demak, dadisi olim adam keldi. Endi ma tarafdagi misolga qarasak, menga olim adam keldi. Birinchi jumladagi misolda menga olim adam keldi deb bu olim degan sifat, rajulun degan bu matbu', ya'ni agishib kelgan so'zning o'zidagi bir ma'noni bildirib berdi. Ikkinchi jumla qaraydigan bo'lsak, ja'ani rajulun alimun abuhu. Dadisi olim adam keldi deb, bu yerda alimun degan sifat, rajulun degan bu agishib kelgan so'zning o'zidagi ma'noga emas, rajulunga aloqador bo'lgan uning dadisidagi bir ma'noga bildirib berdi. Ya'ni dadisi olim adam keldi deb. Mana sifat matbu'ning, ya'ni agishib kelgan so'zning o'zidagi bir ma'noga bildirsa, bu sifat haqiqiy deb ataladi. Na'tul haqiqiy deb ataladi. Agar sifat agishib kelgan so'zga aloqador bo'lgan bir so'zdagi ma'noga dalolat qilsa, bu na'tus sababi deb ataladi. Na'tus sababi. Buni aytuvchiga qarang. Ikki misol qilsanglar oydinlashadi. Ja'ani rajulun alimun. Menga olim odam keldi. Bu yerdagi olim degan sifat kimning sifati? Rajulning sifati. Shundaqla bu sifat kimda bor? Rajulning o'zida bor. Ja'ani rajulun alimun abuhu desam, menga dadisi olim odam keldi desam, alimun kimga agishib keldi? Kimning tabi'i bu yerda? Desa, rajulga agishib keldi, ya'ni rajulning tabi'i. Ammo rajulning o'zidagi ma'noni ifodalamoqchimi desa, yo'q, bu rajulga aloqador bo'lgan abuhu degan dadisidagi bir ma'noni ifodalamoqchi, ya'ni dadisi olim odam keldi deb. Demak, bu yerda matbu'ning o'zidagi ma'no emas, matbu'qa, ya'ni agishib kelgan so'zga aloqador bo'lgan bir so'zdagi ma'noga dalolat qildi. Unda bo'lsa, bu qanday na'ti? Na'tus sababi. Mana sifat mana shuningdek na'tus sababi va na'tul haqiqiy deb ikki turga bo'linadi. Na'tul haqiqiy deganimiz agishib kelgan so'zning o'zidagi bir ma'noga dalolat qilgan sifatni biz na'tus haqiqiy deb ataymiz. Agishib kelgan so'zga aloqador bo'lgan bir so'zdagi ma'noga dalolat qilgan bo'lsa, biz buni na'tus sababi deb ataymiz. Endi na'ti deganda biz beshida tabi' dedik. Ya'ni beshidagi ism qanday qiladi? Agishidi dedik. Endi na'tul haqiqiy yajibu ayatbi'a man'utahu deydi. Ayattabi'a man'utahu. Bu na'tul haqiqiy, ya'ni haqiqiy bo'lgan sifat o'zininki man'utiga degani, ya'ni o'zining sifatlangan ismiga agishidi. Masalan, rajulun alimun desak, bu alimun rajulni qanday qildi? Sifatladi.
Alimun degan bu sifat sifatlagan rajulga qanday qilish kerak? Ergishish kerak. Nimada ergishidi desa, bunda 4 xil joyda ergishidi. Birinchidan 3 xil i'robda ergishidi. Ya'ni i'robda zabar, zir, pashdan iborat 3 xil i'robda ergishidi. Ya'ni sifatlanguchi pash bo'lsa sifatni pash, sifatlanguchi zibar bo'lsa sifatni zibar, sifatlanguchi zir bo'lsa sifatni zir bo'ladi. Demak 3 i'robda ergishidi. Masalan, ja'ani rajulun alimun. Bu yerdagi rajulun pash bo'ldi, alimun degan sifatni qanday bo'ldi? Pash bo'ldi. Ya'ni rajulun degan bu mavsuf sifatlanguchi pash bo'ldi, alimun degan sifatmi pash bo'ldi. Agar rajulun zivar bo'lsa sifatni zivar bo'ladi. Masalan, ra'aytu rajulan aliman. Agar zir bo'lib qolsa zir bo'ladi. Marartu bi rajulin alimin. Ana shunga o'xshagan sifatlanguchiga harakat qanday qiladi? 3 xil harakatda ergishadi. Ikkinchidan sonda ergishadi. Ya'ni fil ifrod va tasniya val jam'a degani birlikda, ikkilikda, ko'plikda ergishadi. Ya'ni sifatlanguchi birlik bo'lsa sifatmi birlik, sifatlanguchi ikkilik bo'lsa sifatmi ikkilik, sifatlanguchi ko'plik bo'lsa sifatmi ko'plik keladi. Masalan, ja'ani rajulani alimani. Qaranglar, menga 2 olim odam keldi. Buradagi rajulan deb ikkilik bo'ladi. Buning keladigan sifatmi aliman deb qanchalik keldi? Ikkilik keldi. Agar ko'plik bo'lsa ko'plik keladi. Uchinchidan jinsda ergishadi. Fit tafkir va ta'nif deydi. Erlik va ayollik ergishadi deydi. Ya'ni sifatlanguchi erlik bo'lsa sifatmi erlik, sifatlanguchi ayollik bo'lsa sifatmi ayollik. Masalan, ja'ani Zaydun al-alimu. Qaranglar, menga olim Zayd keldi desam, Zayd desam bu er. Shunday al-alimchi bu erlik. Ya'ni alimatun deb ayollikning ta'siri yo'q. Shuning uchun bu yerda al-alim erlik, Zayd erlik bo'lg'achqa. Ya'ni sifatlanguchi er bo'lg'achqa sifatmi erlik keldi deymiz. To'rtinchidan fit ta'rif va tankir. Iniqsizlik ergishadi. Masalan, ja'atni imra'atun alimatun. Menga olim ayol keldi. Ja'atni imra'atun alimatun. Bu yerda men olim ayol keldi deb imra'atun ayollik keldi. Ayollik olg'achqa alimatun degan sifatni ayollik shaklda keldi. Imra'atun iniqsiz alif lamsiz holatga kelgachqa alimatun iniqsiz alif lamsiz holatga keldi. Demak, na'tul haqiqiy. Na'tul haqiqiy degan nima edi? O'zining ergashgan ismning, ya'ni matbu'idagi ma'noga bildirib kelgan sifat mavsuf sifatlanguchisiga ergashadi. Birinchidan harakatda, ikkinchidan sonda, uchinchidan jinsda, to'rtinchidan iniqsizlikda. Endi na'tu sababicho. Bu mushkil 4 xil jihatda ergashamdi desa, yo'q. Bu faqat 2 xil jihatda sifatlanguchisiga ergashadi. Na'tu sababi sifatlanguchisiga qancha jihatda? Faqat 2 xil jihatda ergashadi. U qaysi? Birinchisi deydi, yajibu ayattabi'a man utahu. O'zining sifatlanguchisiga ergashishi vojib bo'ladi. Birinchidan 3 i'robda. Demak, bu sifatlanguchisiga pash bo'lsa pash, zivar bo'lsa zivar, zir bo'lsa zir qanday qildi? Ergashadi. Masalan, Robbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahluha. Qaranglar. Robbimiz bu ahli zolim bo'lgan kanatdan bizni chiqargin degan bu oyat karimadagi ahli zolim, hadhihi al-qaryati zolim. Al-qarya degan gap kanat shundaqo. Az-zolim degancha qariyaga ergishib kelgan sifat. Qariyaning nimasi? Sifati. Lekin bu zolim degan sifat kanatning o'zidagi bir ma'noni bildirib berdimi yoki bu kanatga aloqador bo'lgan so'zdagi ma'noni ifodalab berdimi? Albatta, kanatga aloqador bo'lgan ahli degan bu aloqador bo'lgan so'zdagi ma'noni ifodalab berdi. Chunki kanat degan zolim bo'lmaydi. Uning ahli zolim bo'ladi. Demak, bu yerdagi zolim degan tobi qariyatga ergashib kelgan sifat matbu'aninki, ya'ni qariyatning o'zidagi ma'noga emas, u qariyatga aloqador bo'lgan ahldagi bir ma'noga qanday qilib ifodalab berdi. Ya'ni qariyaga aloqador bo'lgan bir so'zdagi ma'noga dalolat qildi. Unda bo'lsa bu yerdagi zolim degan sifat qanday sifat ekan? Na'tu sababi ekan. Endi bu na'tu sababi birinchidan nimada ergashmoqchi? 3 harakatda. Ya'ni
Peş züber zırlıqda. El-qaryati degan bu mavsuf sifatlanguvchi zir o'qiluvdi, az-zalimu nima o'qildi? Zir o'qildi. Mana bu harakatda agashga yeri. Ikkinchidan iniq-iniqsizlik tegishidi. Ya'ni buningga yuqoridagi oyat misol bo'la oladi. El-qarya iniq alif lam bilan keluvdi, az-zalim degan bu sifat nima bilan keldi? Alif lam bilan keldi deymiz. Bunun yeni bir misali ja'a rajulun karimatun bintuhu. Qizi isil, qizi saxiy odam keldi desam, qaranglar, karima rajulunga agishib kelgan bir sifat. Ammo bu qizi isil odam keldi degan bu jumlada qizi isillikdan iborat bu karima degan sifat rajulga agishib kelgan sifat. Lekin bu yerda isil bo'lgani rajulmi, erkishmi yoki uning qizimi? Albatta rajul emas, uning qizi. Demak, bu yerdagi karima degan sifat rajulning o'zidagi ma'noga emas, u rajulga aloqador bo'lgan uning qizdagi bir ma'noga dalolat qildi. Demak, bu matbu'ninki agishib kelgan so'zning o'zidagi ma'noga emas, uningga aloqador bo'lgan bir so'zdagi ma'noni ifodalab berdi. Bu qanday sifat ekan? Na'tu sababi ekan. Endi bu na'tu sababining ikkinchi qilib agishadigan yeri aniq-aniqsizlikda. Karimani biz rajulunning sifati deymiz. Lekin rajulundagi ma'noni ifodalab bermadi. Ammo rajulunning sifati. Na'tu sababi. Endi bu yerda bu aniq-aniqsizlikda agishadi. Rajulun aniqsiz keladi, karimatu qanday keldi? Aniqsiz keldi deymiz. Mana ikki xil jihatlar qanday qildi? Agishadi. Ammo jinsda, ya'ni ayollikda agashmaydi. Va cho sonda agashmaydi. Masalan, rajulun erlik, karimatun bu ayollik. Demak, bu yerda qarama-qarshi keldi. Bunun agashmasin bo'laveradi, na'tu sababida. Qariya ayollik oxiri tava, az-zolim erlik keldi. Demak, bu ayollik qanday qilmaydi? Agashmaydi va sonda agashmaydi. Faqat kuch harakatda va aniq-aniqsizlikda agashadi. Endi sifatlarning ichida bundaq 5 xil o'lchamda kelgan sifatlar bor. 5 xil o'lchamda kelgan sifatlar. Mushu 5 xil o'lchamda kelgan sifatlarda ayollik o'rtaq shu bir xil o'lcham qo'llaniladi. Deydi: "As-sifatu allati ala wazni fa'ul, fa'il, mif'al, mif'il, mif'al." Mushu 5 xil o'lcham barobar bo'ladi sifatda uning bilan muzakkar va muannas. Ya'ni uning bilan sifat demoqchi vaqtimizda muannas muzakkar o'xshash. Masalan, rajulun g'ayur deymiz, kundashlik g'urliq desak, g'ayur fa'ul o'lchamida. Imra'atun g'ayur, rajulun jarih, imra'atun jarih. Demak, bu yerda ergimi o'xshash, ayollikmi o'xshash keladi. Demak, shu fa'ul o'lchamida kelgan sifatlar. Fa'ul o'lchamida kelgan, fa'il o'lchamida kelgan, mif'al o'lchamida kelgan, mif'al o'lchamida kelgan, mif'al o'lchamida kelgan shu 5 xil o'lchamda kelgan sifatlar ayollikqa o'rtaq bir xil o'lchamda qanday qilinadi? Qo'llanadi. Endi agar masdarni biz sifat qilib qo'llanmoqchi bo'lsak, masdar odatda sifat olmaydi, ammo uni bir mushtaq ismga ta'vil qilib turib sifat qilgan yerimiz bor. Uni biz tuanda so'zlaymiz. Demak, bir masdar sifat bo'lib qolsa, bu masdar faqat bir xil holatda sifat bo'ladi. Hatto ergim o'xshash, ayolg'im o'xshash, birgim o'xshash, ikkigim o'xshash, ko'pgim o'xshash bir xil holatda. Deydi: "Al-masdarul mawsuf bihi", ya'ni sifatlangan masdar, ya'ni sifat bo'lgan masdar fayabqa bi suratin wahida. Bir xil suratda qolib qoladi. Deymiz, rajulun adlun deymiz. Adil kishi. Qaranglar, rajulunni adlun bilan qanday qildik? Sifatladik. Biz hada rajulun adlun desak, rajulunni adlun bilan qanday qildik? Sifatladik. Hadihi imra'atun adlun. Hadani rajulani adlun. Demak, ayolliqim adlun, erlikim adlun, ikkilakim adlun. Demak, masdar sifat bo'lgan vaqtda mana shunday qanday bo'ladi? Bir xil holatda qolib qoladi. Erlik, ayollik, ko'plik. Hamma xil holatda. Endi na'tul haqiqiyni biz qanday qildik? Sonda agishadi dedik. 4 xil agishning birisi nima? Sonda. Ya'ni birlik bo'lsa birlik, ikkilik bo'lsa ikkilik. Endi biz sifatlamoqchi bo'lgan ism bir ko'plikning ismi bo'lib qolsa, ya'ni ko'plikning ismi deganimiz masalan xalq, jamoat degan bu so'zlar arab tilida masalan qavm, sha'b deganga o'xshagan. Qavm desak, bu lafziy jihatdan, til jihatdan, so'zlik e'tibori bo'yicha vaqtimizda birlik so'z. Ammo ma'ni jihatdan vaqtimizda ko'plik. Qavm degan
nurg'un odam bir yerga kelgan vaqtda undan keyin qavm bo'ladi. Endi biz buni sifatlamoqchi bo'lgan vaqtimizda uning ma'nosini e'tibor qilib turib ko'plik shaklda sifat akilamdiq yoki uningki til nuqtasidan yoki labzini e'tibor qilib turib birlik o'g'achqa, mufrat so'z o'g'achqa birlik sifat akilamdiq deganda deydi ma kana na'tan li ismil jam'. Jam'ining ismiga sifat bo'lg'ini fayajuzu fihi al-ifrat to'g'ri bilan uni birlik keltirish sifatni labzini e'tibor qilib turib wal jam' bi'tibari ma'nahu va ko'plik keltirish uning ma'nosini e'tibor qilib turib ikkili xil to'g'ri. Masalan, bani fulan qavmun solihun. Falanning bolalari yaxshi qavm. Bu yerda qavmun labzini e'tibor qilib turib solihun deb birlik holat sifat keldi. Aw solihun qavmun solihun desakmi-chi bo'ladi, uning ma'nosini e'tibor qilib turib. Chunki qavm degan nurg'un odam bir yerga kelgan vaqtida qavm bo'ladi. Demak, uning ma'nosini e'tibor qilsak solihun, labzini e'tibor qilsak solihun. Ikkilisi to'g'ri. Endi har qanday so'z arab tilida sifat bo'la oladi deganda unda emas. Kitob, qalam bu so'zlarni sifat bo'la olamizmi? Yo'q, sifat bo'la olmaydi. Arab tilida sifatga yaraydigan so'zlar bor. Sifatning shartlari bor. Shu shartga tushsa sifat bo'la oladi. Unda bo'lsa sifatning shartlari qaysi deganda birinchidan sifatning shartlari al-aslu an yakuna isman mushtaqqa. Asli qoida mushtaq ism bo'lishi kerak. Mushtaq ism degan nima deganda mushtaq ism deganimiz asli kelib chiqishi fe'ldan kelib chiqqan. Qaysi ismlar shunda deganda birinchidan ism fa'illar. Birinchidan ism fa'illar. Demak, ism fa'ilning asli qoidadan bo'ladi. O'lchamli holatda sifat bo'la oladi. Masalan, ja'at talibul mujtahidu. Desam, tirishchan o'quvchi keldi. Bu yerda al-mujtahidu tirishchan degan bu so'z ism fa'il. Demak, bu sifat. Masalan, ja'ani rajulun solihun desak, solihun ism fa'il. Ja'ani rajulun alimun desak, alimun ism fa'il. Demak, ism fa'il bu sifatlik shartiga tushadi. Chunki bu mushtaq ism. Ikkinchidan mushtaq ism deganimiz masalan ismi maf'ul mushtaq ism. Demak, ismi maf'ul mu sifat bo'laydi. Masalan, akrim Xolidan al-mahbuba. Bu suyumlik Xolidni hurmatla. Xolidni suyumlik deb qana qildim bu yerda sifatladim. Bu yerdagi sifat ism maf'ul, ya'ni mushtaq ism. Endi mushtaq ism uchinchidan sifat mushabbiha. Masalan, hada rajulun hasanun xuluquhu desam, bu axloqi chiroyli odam desam, hasanun degan sifat mushabbiha rajulunning sifati bo'ldi. Demak, bu yerdagi hasanun degan sifat mushabbiha mushtaq ism, bu sifat bo'lishga loyiq ism. To'rtinchidan ismut tafdilmi mushtaq ismning qatoridan. Masalan, Xolidun talibun aqalu min g'ayrihi. Xolid o'zining boshqasidan aqlliroq o'quvchi desam, bu yerdagi Xolidni talibni degan so'zni men aqlliroq deb qana qildim, sifatladim. Bu yerdagi sifat ismut tafdil degan ism mushtaq degan shu sifatningki o'lchimiga tushadigan bir ism deymiz. Demak, asli qoidada mushtaq ismdan bo'ladi, sifat bo'ladi. Unda bo'lsa jamid ism sifat bo'lanmaydi desa, jamid ism asli qoida sifat bo'lanmaydi. Lekin uning bir mushtaq ismdan birini ta'vil qilib turib, shuning o'rniga qo'yib turib, ya'ni mushtaq ismni o'rniga qo'yib turib, uni sifat qilgala bo'ladi. Ular qaysi deganda, qad yakunu isman jamidan muawwalan bi mushtaq deydi. Ba'zida jamid ism mu sifat bo'la oladi, mushtaqqa ta'vil qilingan holda. Mushtaqqa cho'qim ta'vil qilingan holda sifat bo'la oladi. Uni faqat mushtaqqa ta'vil qilib bo'lmasa, ya'ni mushtaqqa tatqili bo'lmasa, qilolmaydi. Cho'qim mushtaqqa ta'vil qilib bo'lish kerak. Masalan, masdar birinchidan bo'la oladi, sifat bo'la oladi, mushtaqqa ta'vil qilib turib. Asli masdar degan jamid ism. Qoida bo'yicha bu sifat bo'lanmaydi. Ammo bu mushtaq qismga ta'vil qilinib turib sifat bo'la oladi. Masalan, bayatdan keltirgan misol anta rajulun adlun. Sen adil kishi desak, bu yerdagi rajulun adlun degan sifat bilan sifatlandi. Adlun degan masdar. Bu masdar degan ismi jamid. Jamid ismning bu yerda sifat bo'lib qoldi desa, adlun adilun, anta rajulun adilun degan bu ismi fa'il qana qilindi, ta'vil qilindi deymiz.
Ya'ni bu yerdagi anta rajulun adil demakchi bu demakchi bo'lgan. Demak, buni mushtaq ismga ta'vil qilg'ili, tafsir qilg'ili bo'ladi. İkinchidan ism ishorat. Ism ishoratmi jamid ism bu. Bumi sifat bo'la oladi, buni mushtaqqa ta'vil qilg'ili bo'ladi. Masalan, akrim aliyan hada. Bu alini hurmatla desam, bu yerdagi hada alining sifati bo'ladi. Bu hada degan jamid ism bo'lsa, qanday sifat bo'la oladi deganda, bu al-mushar ilay, al-mushar degan bu ism maf'ulga bo'ladi, ta'vil bo'ladi. Ya'ni akrim aliyan al-mushar ilayh deb hadaning o'rniga buni qo'ygan bo'ladi. Üçüncüden zu. Odatda zu sahib ma'nosi bor, ya'ni liq ma'nosi bor va allazi ma'nosi bor. Bu ash sahib ma'nosi bo'lgan vaqtida sifat bo'la oladi. Bu vaqtda biz buni sahibga ta'vil qilamiz. Ja'a rajulun zu ilmin desam, bu yerda ilmlik odam keldi desam, bu yerda buni sahibga ta'vil qilamiz. Zu rajulun sifati bo'ldi. Zuni biz sahibi ilm. Ja'a rajulun sahibi ilmin deb sahib qana qilamiz, ta'vil qilamiz. Sahib degan ism fa'il. Ism fa'il degan mushtaq ism. Ismi mavsulmi mushtaqqa ta'vil qilinib turib, undan keyin bo'la oladi. Sifat bo'la oladi. Masalan, ja'ar rajulul ladzi ijtahada. Tirishqan odam keldi desam, bu yerdagi allazi rajulning misolida sifat bo'ldi. Endi biz bu allazini alif lamga al-mujtahidu degan al-mujtahidu degan alif lamga ta'vil qila olamiz. Bu vaqtda ijtihada nima bo'ldi? Mujtahid bo'ladi. Nima bo'ladi? Ja'ar rajulu al-mujtahidu bo'lib, bu yerda allazi al-mujtahid qana bo'ladi. Ta'vil qilg'ili bo'ladi deymiz. Demak, jamid ism cho'qim bir mushtaq ismga ta'vil qilg'ili bo'lgan vaqtida uningdan keyin sifat bo'la oladi. Bo'lmasa faqat mushtaq ismlar sifat bo'la oladi deymiz. Endi sifat faqat mufrat yolg'iz so'zlan bo'lamdi, solihun, alimun deganga o'xshagan deganda, yo'q. Sifat birinchidan mufrat bo'ladi. Masalan, yuqorida biz ko'rgan misollar, ja'ar rajulul aqilu, ja'a rajulun alimun, ja'a rajulun solihun deganga o'xshagan. Demak, bu yerda al-aqil rajulunning sifati bo'ldi. Bu al-aqil bu yerda mufrat. Jumlami sifat bo'la oladi. Masalan, ja'a rajulun yahmilu kitaban. Kitob ko'tarayotgan odam keldi desam, yahmilu kitoban degan bu yerdagi bir butun fe'l bilan boshlangan jumla. Ya'ni jumla fi'liya rajulunning misolida sifat bo'ldi. Demak, bu yerda jumla sifat bo'ldi. Ja'a rajulun abuhu alimun. Dadasi olim odam keldi desam, bu yerdagi abuhu alimun degan bu jumla ismiya rajulunning misolida sifat bo'ldi. Dadasi olim odam keldi deb, aniq odamni dadasi olim deb qanday qildim? Bir butun jumla bilan sifatladim. Demak, jumla fi'liya bo'lsin, jumla ismiya bo'lsin, jumla sifat bo'la oladi. Uchinchidan shibih jumla sifat bo'la oladi. Masalan, ra'aytu rajulan ala hisanihi. Ot ustidagi odamni ko'rdim. Desam, bu yerda odamni men ot ustida deb qana qildim, sifatladim. Ala hisanihi degan bu yerdagi jar majrurdan iborat shibih jumla nima bo'la oladi? Sifat bo'la oladi, sifat bo'ldi deymiz. Fiddari rajulun amamal kursi. O'yildagi odam o'rindiqning oldida desam, bu yerdagi odamni men o'rindiqning oldida deb qana qildim, sifatladim. Demak, amamal kursi degan bu shibih jumla rajulning misolida sifat bo'ldi. Demak, mayli jar majrurdan tarkib topgan shibih jumla bo'lsin, mayli zarfdan tarkib topgan shibih jumla bo'lsin, nima bo'la oladi? Sifat bo'la oladi. Demak, sifat 3 qism bo'ladi. Mufrat so'zim bo'ladi, jumlam bo'ladi, shibih jumlam bo'ladi. Endi jumlani biz sifat bo'la oladi dedik. Endi mutlaq sifat bo'la olamdi. Buning shartlari yo'qmi desa, albatta bor. Sharatul jumlatun na'tiyya. Sifat bo'lgan jumlaning sharti birinchidan bu jumla xabariy jumla bo'lishi kerak. Xabariy jumla degan nima degan gap deganda, emr bo'lmagan, nahiy bo'lmagan, istifhom bo'lmagan jumla xabariy jumla. Yani tarkibida buyruq bo'lmasa, cheklimi bo'lmasa, savol bo'lmasa, bu jumla xabariy. Masalan, ja'a rajulun yahmilu kitaban yoki yahmilu kutuban desam, bu jumladagi yahmilu kutuban degan bu jumla rajulunning sifati bo'ldi. Bu jumla biz xabariy jumla deymiz. Chunki buning tarkibida amr yo'q, nahiy yo'q, istifhom yo'q. Mayli bu jumla yahmilu kitaban deganga o'xshagan fe'llik jumla bo'lsin yoki
jaa rajulun abuhu alimun degandiki abuhu alimun deganga o'xshagan ismliq jumla bo'lsin, xabari bo'lishi kerak. Abuhu alimun degan bu rajulun nomisi bo'ldi, sifat bo'ldi. Buningda mu amr, nahi, istifhom ma'nosi yo'q. Demak bu xabariy jumla. Bu birinchi sharti. Jumla bo'ladigan sifatninki. Sifat bo'ladigan jumlaniki. İkinci sharti an tashtamila ala damirin yarbituha bil man'ut. Endi jumla sifat bo'lgan vaqtida ikkinchi sharti jumla sifat bo'lgan vaqtida sifatlanguchiga bog'laydigan bir damirni o'z ichiga olishi kerak. Sawa'an akana mazkuran aw mustatiran aw muqaddaran. Mayli u damir so'zlangan bo'lsin, masalan, ja'ani rajulun yahmiluhu gulamuhu desam, menga uning gulami, xizmatkori ko'targan odam keldi desam, demak rajulunni uning xizmatkori ko'tarayotgan deb qana qildim, sifatladim. Demak yahmiluhu gulamuhu degan bu fe'llik jumla rajulunning misolida sifat bo'ldi. Demak mana bu shundaq jumla rajulun degan sifatlanguchiga qaytadigan, bog'laydigan bir damirni o'z ichiga olishi kerak deydi. Mayli bu damir so'zlangan bo'lsin. Hamda bu jumlada so'zlandi bu damir desa yahmiluhu ko'tardi u odamni deb yahmiluhu deki hu damir rajulun degan sifatlanguchiga, ya'ni mavsufga qaytadi. Demak bu yerda damir qanday qilingan so'zlangan. Demak bu yerda jumlaninki jumla sifat bo'lgan vaqtida ikkinchi shart nima edi? Cho'qim man'utga qaytadigan damir bo'lishi kerak dedik. Bu yerda bu damir keldi. Ya'ni yahmiluhu degandagi hu damir ana shu man'ut sifatlanguchiga qaytadigan damir bu yerda so'zlandi. Aw mustatiran dedi shunda, yoki yushurun bo'lsa, oshkor ekanmi yushurun kelsa. Masalan, ja'ani rajulun yahmilu asa. Ja'ani rajulun yahmilu kutuban deganga o'xshagan bu fe'llik jumla bu yerda rajulunning misolida sifat bo'ldi. Menga asu ko'tarib olgan odam keldi desam, dediki yahmilu asa. Asu ko'tarib olgan degan bu sifat rajulunning sifati. Endi bu yerda jumla sifat bo'ldi. Jumla sifat bo'lgan vaqtida sifatlanguchiga qaytadigan bir damir bo'lishi kerak degan. Qani bu yerdagi damir desa, bu yerda damir yushurun keldi. Nada yushurun keldi? Yahmilu degan fe'lning tagida huwa degan bir damir bor. Shu damir rajulunga qaytadi. Mana bu yerda mustatir yushurun keldi deymiz. Aw muqaddaran yoki taqdir qilingan degan, masalan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin. Wattaqu qo'rqinglar yawman bir kundan qo'rqinglar la tajzi nafsun an nafs. Bir odamga asqatmaydigan kundan qo'rqinglar dedi. Endi bu yerda qanday kun ekan bu? Bir odamga asqatmaydigan kun ekan. Demak bu yerdagi yawman degan kunning sifati bir odamga asqatmaslik bo'ldi. Demak la tajzi nafsun an nafsin degan. La tajzi degan bu fe'l bilan boshlangan jumla nima bo'ldi bu yerda? Yawmanning sifati bo'ldi. Demak bu yerda jumla yawmanning sifati bo'ldi. Unda o'z qani bu yerdagi yawmanga qaytadigan damir desa muqaddar, taqdir qilingan. Ba deb taqdir qilamiz. Qanday bo'lsa la tajzi fihi. Qo'rqansizlar bir kundan keyingi asqatmaydi u kunda. Ya'ni la tajzi fihi. Asqatmaydi fihi uningda. U nimada? U kunda. Demak fihi deki zimina qaytadi yawmga. Demak bu yerda muqaddar, taqdir qilamiz. Ba deb qaraymiz. Demak jumla sifat bo'lgan vaqtida cho'qim u jumlada sifatlanguchiga qaytadigan bir damir bo'lishi kerak. Mayli u damir oshkor so'zlansin yoki yushurun fe'lning ostida kelsin yoki taqdiran bo'lsin, cho'qim bir damir bo'lishi kerak. Endi diqqat. Jumla hech qachon ma'rifiy ismga sifat bo'lib kelmaydi. Yuqorida qarasaqmi, hammasi nakir ismga bo'ldi bu yerda, sifat bo'ldi. Ja'a rajulun yahmilu kitaban. Ja'a rajulun abuhu alim deganga o'xshagan nakir ismga bo'ldi, sifat bo'ldi. Endi bu yerning o'rniga ja'a zaydun yahmilu kitaban. Ja'a muhammadun deganga o'xshagan bir aniq ma'rifiy bir alam, xassimni birini qo'ysak desak, bu vaqtda yahmilu kitaban degan, abuhu alimun degan bu sifatlar sifat bo'lmaydi, hol bo'ladi. Bo'ladi, hol bo'ladi. Cho'qim bu jumlaning sifat bo'lishi uchun sifatlangan uchun bo'lishi kerak, aniqsiz bo'lishi kerak. Deydi, "Wala taqa'ul jumla na'atan lil ma'rifa." Jumla ma'rifaga sifat bo'lib tushmaydi. Demak, bu yerdagi yahmilu kitaban abuhu alim degan bu jumla sifat bo'lgan vaqtda ma'rifani sifatlaydi.
Qachoniki ma'rifa kelib qolsa shuni onda bu vaqtda bu sifat bo'lmay nima bo'ladi? Hol bo'ladi. Jumla bir butun hol bo'ladi. Endi bu sifatning nima foydasi bor? Bu sifatni bildik. Sifatning qanday foydasi bor deganda, foidatun na'at. Sifatning foydasi birinchidan taxsis al-man'ut imkani nakir. Endi nakir bo'lib qolsa xoslaymiz. Masalan, ja'ani rajulun alimun desam, bu yerdagi rajul nakirini sifatladik, alimun deb. Buning nima foydasi bor desak, xoslashidi. Agar men buni sifatlamasam, menga bir odam keldi desam, bütün har kishining o'z ichiga oldi. Olim, jahil, bütün har kishining o'z ichiga oldi. Endi men buni olim deb sifatlasam yoki solih deb sifatlasam, uning ichidan olim deb sifatlagan vaqtimda jahillar chiqib ketadi. Ya'ni menga faqat olim odamning kelganligi. Solih deb sifatlagan vaqtimda uningdagi eski odamlarning kelmaganligi chiqadi. Demak, nakirin ismini sifatlasak, buningda bir xoslashish kelib chiqadi. Masalan, ja'ani rajulun alimun. Sen bu yerda olim degan sifat bilan rajulun degan bir nakir ismini sifatladim. Menga olim kishi keldi deb bu yerda jahillarning kelmaganligini qanday qildi bildirib berdi. Demak, xosladi. Mavsufni bu yerda qanday qildi? Sifatlanguvchini xoslab berdi. Tawdihul man'ut imkani ma'rifa. Agar sifatlanguvchi ma'rif bo'lib qolsa, sifatlanguvchini qanday qilib texim ro'shanlashtirib turadi. Masalan, ja'ani zaydun al-fadilu. Belki zayd degan ma'rifa ism. Buni al-fadilu deb sifatlasam, menga fazilatlik zayd keldi desam, texim ro'shanlashtirib berdi. Agar zayd keldi degan bo'lsam, fazilatsiz zayddan birisi bor bu yerda. Fazilatlik zayddan birisi bor. Balkim hammasi kelgan bo'lishi mumkin. Bu ro'shan emas, shunday-ku. Endi bu ma'rifani al-fadilu deb sifatlasam, lekin fazilatsiz bo'lgan zayd qanday qildi? Chiqib ketdi. Demak, bu yerda texim qanday qilib berdi? Sifatlanguchini ro'shanlashtirib berdi. Endi sifat qad yakunu li mujarrad al-thana'i wal madh. Bu ba'zida faqat maqtash, sana uchun keladi. Madhi uchun keladi, va madhi uchun keladi. Masalan, bismillahirrohmanirrohim desak, Alloh nihoyat shafqatli va mehribon desak, Rahmanirrohim, Alloh taolaning misolida sifat bo'ldi. Demak, bu yerda bu madhiya uchun keldi. Ba'zida sukash uchun keladi sifat. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Rajim degan qo'g'landi bo'lgan shaytondan Alloh bilan panoh tilayman desam, shaytonni qo'g'landi shayton deb shaytonni bir sifatladik. Qanday nima uchun sifatladik bu yerda? So'kish uchun sifatladik. Demak, sifat degan ba'zida madhilash, ba'zida so'kish uchun bo'ladi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi sifatga aloqador bo'lgan darsimiz shu yerda oxirlashdi. Endi buni oxirgi ko'nikmalari berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, birinchi ko'nikmada tuandakidan na'tini, ya'ni sifatni va sifatlanguchini muayyanlashtiring va sifatning turini bayon qiling. Masalan, ja'ani rajulun alimun desam, oldinam sizlar bu jumladan man'ut sifatlanguchini topsizlar. U qaysi? Olim kishi bo'lgandan keyin rajulun sifatlanguchi bo'ldi. Sifatchi olim. Endi bu qanday sifat, turi qanday, haqiqiymi, sababiymi deganda, olim kishi keldi bo'lgandan keyin bu olimlik rajulning o'zidagi bir ma'no unda bo'lsa bu haqiqiy ekan. Mushu buncha ishlaysizlar. Ikkinchi ko'nikma, to'g'ri jumlaning oldiga to'g'ri belgisini, xato jumlaning oldiga xato belgisini qo'ysizlar. Birinchisi, min shartun na'ti ay yakuna isman mushtaqqan fala yakuna isman jamidan abadan deydi. Sifatning sha'larining qatoridan mushtaq ism bo'lish, jamid ism mangunin bo'lmaydi, sifat bo'lmaydi deydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri bo'lsa xato belgisini qo'ysizlar. Qolganini mushu bilan ishlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa, o'qituvchilar, kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.